Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Sanjarbek va Diyorbek aka. Bugun xudo xolasa yana Farg'ona 5 bola it bozoriga kelganmiz. Sizlarga bu yerda bu safarni oldi qochdi gaplar bo'lmaydi xudo xolasa Diyorbek aka. Ha, xudo xolasa. Faqat zotdor it sifati zo'r bo'lgan itlarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Albatta kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, videoga bo'lsa like bosib qo'ying, chunki sizlar uchun juda ham zo'r itlarni xudo xolasa hammasini Diyorbek akamning o'zlari ko'rsatib, qanday zot hamma ma'lumotlarni o'zlari beraveradi, Diyorbek aka? Ha, tanishtirib beramiz aka. Kuzatuvchilarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum obunachilar, hammalaring yaxshimisizlar? Bugun Farg'ona 5 bola it bozoriga akamiz yana kelibdi. Bugun bozorimizda zo'r itlar chiqqan. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Albatta. Diyorbek endi bular hozir ko'rib turganlarimiz o'tgan safarga ikkita kuchukta chiqardik. Rosa ko'pchilik so'radi. Endi Diyorbek akamiz katta dobermanlarni ham olib kelib qo'yishibdi. Bu yeriga amerikanskiy deb shuni aytishadi. Yolg'on gap kerak emas. Bunisi o'zimizniki. Mana o'zingizga qarashli. Mana misol bu amerikanskiy tozasi. Endi 8 oylik bo'ldi. Ha. Dumlari kesilgan ekan. Dumlari kesilgan, faqat quloqlari kesilmagan xolos. Narxlarni aka erkagini $150, urg'ochisini $100 qilib beramiz. Bu ikkovi parami hozir? Ha, er-xotin qilishgan. Ha, er-xotin. Ha, misol bu ona yoshroq. Bu yoshroq, necha oylik? Yoshroq. Bu 6 oylik endi bo'lyapti. Endi bo'lyapti. Ha, bir-biriga nima qilib olingan. Yo'q, tishlamaydi. Dumlari kesilgan, holatlari zo'r. Ha, o'ynab turibdi o'zi. Bunisi erkak-a? Ha, bunisi erkak. Nargisi ayol. Urg'ochisi. Ertalab chiqqaniga ozgina sovqotyapti. Hozir bizda qorayapti. Hurmatli kuzatuvchilar, qor bo'lishiga qaramay sizlarga shuni it bozorlarini taqdim qilish uchun keling. Albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bunisini narxi nechi pul? Bunisini narxi aka $100. Erkagining narxi $150. Bunisi ozmos kelishadigan joyi bormi? Sizlardan obunachilaringga arzonroq qilib beramiz. Bunisi 8 oylik. Hali kichik ikkalasi ham olib borib bitta joyga molxonami, fermasi borlar qo'riqchilikka tashab qo'ysa zo'r qo'riqlashadi. Bular o'zi asosan o'sha uchun. Qo'riqchilik uchun. Qo'riqchilik uchun. Tezligi ham zo'r. Juda tez aka. Juda ham tez. Itlarning ichida eng tez yuradigani shu. Doberman zotiga tegishli itlar bo'ladi. Juda ham zo'r. Bularni ko'rsatdik. Xo'p, ma'lumotini berdik. Endi qaysilardan boshlaymiz, Diyorbek aka? Mana bitta ovcharkamiz bor kuchugi. Hali kuzatuvchilar u o'tkazib yuborishadigan joyi yo'q. Chunki vahshiy zo'r zotdorlar chiqqan. Ularni ham ko'rsatamiz. Urg'ochi. Aha. 3 oylikka yaqin. Endi quloqlar turyapti, nemis toza. Nemitskiya? Ha, quloqlar endi turib qolyapti. Narxi nechi pul aka? Narxini 800 mingga berib yuboramiz. 800 mingga. Urg'ochi deysizmi buni? Ha, urg'ochi. Urg'ochisi 800 ming so'm. Ovchi it. Jundori. Spaniel. Ha, Spaniel ko'kkel. Ovchi. Buni narxini 800 ming qilib beramiz, urg'ochi. Buni dom uylarda ham boqsa bo'laveradi, ha? Dom uylarda, qo'l uylarda, mishiq, hali kaptar, tovuq boqadiganlar mishiqqa yaxshi bular. Qo'riqlaydi. Ha, qo'riqchilik mana ko'ryapsizmi? Nah. Mana. Kel baqa. Bu hali xudo xolasa yana junlari qurpayadi. Hozir qor yoqqani uchun qor yoqqaniga keyingicha semirmagan. Hozir nima aytsangiz, hali qishda nimasi yo'q. Sovqatib yaxshi ovqat yemayapti. Narxi nechi pul dedik? Narxini aka 800 ming so'm kami bor. 800 ming so'm kami bor. Biz aytyapmiz, ko'pchilik yozyapti. Bizni endi O'zbekiston Unaka viloyatidan kuzatadi-da. Ha. Shuning uchun kelishilgan holda dastavkalarni chiqarib beraveramiz. Dastavkalarni chiqarib beramiz. Muammosi yo'q. Yo'q, muammosi yo'q. Faqat dastavka mijoz hisobidan ko'pchilik aytyapti, dastavkasini ham qilib beramiz deyishlar. Dastavka mijoz hisobidan. Mana uni misol Samarqandlik odam olsa, biz misol 300 ming so'm yo'l kirasiga ham o'tib berishga nima qilib beraveramiz, yo'l kirasiga. Yo'liga yuraveramiz. Yo'lga yuraveramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi hammasi. Juda ham zo'r. Xo'p, endi aka, mana bitta kani ko'rsani bolalari chiqdi. Bu o'ta boshqachasi to'g'risi, o'zim ham shu kuchukdan boqaman. Aka, bittasini olsak bo'ladi. Qayerdan borib tarbiya qiladigan bo'lsangiz, vahshiy zo'r kuchuk. Qani ko'rsa, ha? Hoppa. Sho'xligini qarang buni. Qani ko'rsa. O'z bacharalar osilib aytib turibdi uni. Qani ko'rsa, urg'ochi uchalasi ham. Aha. Ha, narxlarni aka 2 milliondan deyishyapti. Narxlarni 2 milliondan aytishyapti. Urg'ochi. Urg'ochisi. Necha oylik bular? Bular 3 oylikka yaqin, 2 oylikdan o'tishyapti. Privkalar bo'lganmi yo endi qilib olishadimi olgan odam? Yo'q, privkalar bittasi bo'lgan. Bittasi bo'lgan. Privkasi bo'lgan. Narxini ozmos yo'l qo'yib beradi. Ha, yo'llari tushib beriladi ozmos. Xudo xolasa. Ko'p bas, ozmos tushib beriladi. Ozmos. Buni ham o'sha dastavkalari kelishilgan holda chiqilaveradi. Juda ham zo'r. Qangal kimlar ekan? Aka, mana u qana kuchuk aka. Kavkaz, nechi pul aka? Ha, tashlab qo'yam.
3 million. 3 million deyishyapti. Necha oylik bu? 3 yashar. Oho, kallasini qarang, kattaligini. Yotuvchilar. Qo'riqchilikka olasizlar 300 faqat. Ha, Kattaligini qarang buni. Kalla shunaqa katta bo'ladimi Diyorbek? ha, Kavkaz shunday kattaroq bo'ladi. Urush ham Urush turgani olsalar ham bo'laveradi. Urushar ekan. Haligi agar misol firma uchun oladigan bo'lsangiz, aka buni yangi odam o'rgatib olsa bo'laveradimi, tashlamaydi? O'rganadi. Masalan endi cho'l joy yoki bir chekkaroq joyda bo'lsangiz, chiya bo'ri, miya bo'rilardan bu Bo'ri, qo'rqmaydi. ha, chiya bo'ri, bo'rilar umuman qo'riqchilik yaxshi. Bular endi misol qir tog'larda yashab yurishadi, yayovda misol bo'yniga ishtima qo'yilmaydi, zanjir qo'yilmaydi. Yayov yuradi. Bularni ham komandaga o'rgatsa bo'ladimi? Ha, komandaga o'rgatsa bo'ladi aka. Endi yoshini, endi bu Yoshini. jicha qiyin. Buni hozir olgan odam jicha endi qo'riqchilikka oladi xolos misol. Ovqatini beradi o'sha. Uyni ichiga katta narsa. Urush turgani keyin. Urush turgani, misol ko'pchilik urush turgani itam chiqaringlar deyishyapti mana. Mana. Kattaligini qarang, hazlagan Kelib, yoniga yesidan borib ko'rsatay desam o'lchatib egalari. birga urushtirib olaverasizlar. Egalari endi bormay o'raylik deyishyapti. Kattaligi haqiqatdan vahima bor. To'g'risini aytish kerak. Juda ham zo'r. Narxini 3 million so'm deyishyapti. Narxini 3 million so'm aytishyapti. Xo'p. Endi bu tomonda havcharkalarimiz bor. Keyin yana zotlar kichkina kuchukchalar bor, kuzatuvchilarimiz. Ha, hali kuchuklarimiz tugamadi, o'tkazib yuborishga hali erta. Hali yana qiziqarli joylari bor. Havcharka. Ovcharka, Qanaqa nemetskiy yoki nemetskiy emas, vostochka deyiladi aka. Aha. Yoshiga endi 1 yoshga to'lyapti. Hop. Narxini aka $150 deyishyapti, kami bor. Kamini qilib berishadi. Ha, kamini qilib berishadi. Anjon deydi. Anjon deydi, o'zimizda vodiydiga. Ha. Bu dastavkalarni qildirib beraveramiz. Dastavkalarni qilib chiqarib berishaveradi. Juda ham zo'r. Narxni ozmas o'tib beradigan joyi bor albatta. Tushadi aka. Narxlardan albatta o'tib beriladi. Bu aytilgan narxlar taqab sotilmaydi. Taqab sotilmaydi, to'ppa-to'p. Jicha muammoasini topsangiz albatta narxidan o'tib berishadi. Kuchukchalar, jaydari Yosh kuchukchalar. Bozordan kelib olaverasizlar. Necha puldan aka kuchukcha? 150 ming so'mdan. Kommentariyada aytishdi aka, 150 ming so'm bilan borsak kuchuk olib kela olamizmi? Bemalol olib ketaverasizlar. Bemalol o'ylanmay kelaveradigan joy-ku bu bozorga. Faqat misol qayerdan bo'lsa ham yo'lni mashinasiga chiqasizlar, kelib olib ketaveradi. Mana zvonoklarimiz. Juda ham zo'r. Bular endi o'zimizda nima deydim? Jaydari. Mahalliy kuchuklar. Mahalliy kuchuklar. Juda ham zo'r. Tarbiya qilib chiroyli qilib boqsa bo'laveradi. Xo'p. Endi Diyorbek akamizda o'sha kirib kelgandagi birinchi joylariga keldik. Alabaychamiz. Alaboy. O'zimizni, katta turkmenskiy bas, o'zimizni uyda o'rtacha o'sgan alabayimiz. Veslari misol vahima bas, 60 kilo ashna bo'ladigan alabayimiz. Hali yosh shekilli bu. Ha, yosh. Endi 25 kunlikmi shunaqa urg'ochi. Buni 600 ming so'mga berib olamiz. 600 ming so'm. Qulog'ini dumni kessa bo'laveradi. Men lapalarni ham ko'ryapsiz. Lapalar o'zi. Mana kuchugimiz. Mana shu yerdan ko'pchilik bilib oladi. Ha, yaqinroq olsangiz mana misol. Juda ham zo'r. Mana qirg'iz kuchukchalarimiz aka. Qorayganda bular. Ha, qirg'iz kuchukchalarimiz. Orasiga qiziqadi. Keyin mana aka Kavkaz bilan chiqqan kuchukchamiz, qo'riqchiligini hozir ko'ryapsiz bozorda yo'q. Mana ularni qarang turishini. Mana qanaqa bu? Bu Kavkaz aka. Kavkaz hozirgina qaytdi bo'ladimi, xudo xolasa? U yoqda turgandaqa? Yo'q, haligi Kavkazga ovcharka deydi-yu. Ha, ovcharkasimi bu? Ha, ovcharkasi. Bu juni ko'proq bo'ladi, ham baquvvat bo'ladi. Hozir mana shu turishi 1,5 oylik endi bo'ldi. Sovuqqa chidamli kuchuk bo'ladi. Ha, sovuqqa chidamli, qo'riqchiligi yaxshi. Narxi necha pul Diyorbek aka? Hozir. Narxini aka 500 ming so'm deyapti. 500 ming so'm. Ha, mana. Bularda ham qulog'i turadimi? Quloqlari yo'q, turadi ba'ziniki. Ba'zisiniki turmaydi. Ba'ziniki turmaydi. Ha, iloji bo'lsa uni kesib yuborishadi. Quloqni kesib qo'yishadi, ha? Ha, quloqni kesib qo'yib junlari ko'p bo'ladi. Kattaligini qarang buni. Ayiq polvon. Narxini qancha dedik? Narxini 500 ming so'm qo'yadi. 500 ming so'm kami bor, ha? Yana kami bor, ha. Yana kami bor. Aytilgan narx emas, hurmatli kuzatuvchilar. Albatta arzon. Xo'p, endi mana bu tomonda yana mana uni qarang, tirmashishni. Zvonok kuchukchalarimiz. Mana bu zvonok kuchukchalari. Mana
Siz uni kuchukchalar. Bizlarning kuchukchalarimiz qulayotibdi bo'layotgan mana. Ko'raverasizlar. Judayam zo'r. Mana haliga olib boraganda bu. Ha. Narxlarni arzon qilib beramiz. Qancha? 150 ming, 100 mingdan beraveramiz. 150 ming, 100 ming so'mdan qilib berishaveradi. Mana mishig'imiz bozorimizda. Shotlandskiy deyiladi, Fox Scotch. Mushuk. Ranglari chiripaxa rang deyiladi. Aha. Ha, damashniy misol boqib, uyda chiroyli boqsa bo'lishaveradi. 3 oylikka yaqin. Diyorbek aka yana ko'pchilik so'rashadi-da, bayda mushuk oz ekan deydi. Yo'q, mushuk ko'p o'zi aslida. Mushuk ko'p. Bunaqa sovuqda chiqmaydi. Keyin ko'pchilik misol qana mushuk kerak bo'lsa topib beraveradi. Kelib turib mushuk kerak deb odamlarga aytsalar, misol ba'zilar mashinasida olib o'tiradi. Ba'zilar do'koni bor, shunga olib boraveramiz o'zimizda ham. Do'konim uzoq emas. Agar bozorga keldilaring, mushuk olishmi maqsadda nima, qanaqa kuchuk olish maqsadida kelsalaring ham Diyorbek ishingda bo'ladi. Albatta, xohlagan kuchuklaringni yoki mushuklaringni topib beraveradi. Uni muammosi yo'q. Xo'p, endi mana tomonda bo'yinbog'larimiz bor. Ana aka, har xil toza qonli kuchuklarimiz uchun olib kelib qo'yganmiz. Mana ular katta itlarga, kangalskiy itlarga, toza narsa urushtiradiganlarga mana. Mana ular kichikroq ovcharkalarga olib kelib qo'yganmiz. Har xil bunaqa umuman zanglamaydigan zanjir qalinligini ko'ryapsiz aka. Zanglamaydigan zanjir ko'chada olib yurgani ham yaxshi. Har xillardan olib kelgan. Namordniy deysizlarmi, ashiynik deysizlarmi? Ishlamaslik uchun o'ziga taqib qo'yadi. Mana mashina ko'chada aylantirib yursa ham taqish kerak. Ha, namordniy. Ishlamasligi uchun it. Keyin ko'chada olib yurganda begona itni ko'rsa ham qurillaydi. Mashina taqib qo'ysalar jim turadi. Bunaqa shileykalarimiz bor, beli bilan. Itlar bo'yindan chiqib ketsa, shileykalardan taqib qo'yishadi. Arzon, hamma yo'q bor bozorda. Xudo xolasa bu bozorga kelib kuchuk olishsa, bu yerdan o'ziga yarasha aksessuarlarni olib, bemalol olib ketishlari mumkin. Hamma yo'q bor bu bozorda. Bor. To'g'ridan toshlab, hamma yo'qqacha bor. Mana shu akamga bitta like bosib qo'yasizlar, shunaqa qor demasdan kelib sizlar uchun video olyapti. Albatta, hurmatli kuzatuvchilar, negativ so'zlar shart emas, chunki Diyorbek akamiz yana qayta aytamiz, mana shu bozorda anchadan beri shu yerdasiz, hammasi bilan tanishsiz. Chunki masalan deylik, men oluvchi bo'lib kelsam, menga qimmatroq narx aytadi. Siz kelsangiz sizga arzonroq narx aytadi. Mana misol, mana shu aka misol qo'yayotgan itlarimiz ham hozir 70% o'zimniki. Ikkita begona it qo'ydik, ovcharka bilan. Kavkazda qo'ydik. Ashu begona. Qolgan hamma it o'zimniki aka. O'zingizga qarashlikmi? O'zim olib chiqqanman. Shularni biz 3 million deyilgan narxni ham arzon qilib olib beramiz. Realni oladiganlar bo'lsa, telefon qilib. Albatta, taniysiz lekin ularni egalarni ham. Hammasi o'zimiz tanishlar. Tanishlar. Albatta, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib, Diyorbek akamiz bilan gaplashib olishlari mumkin. Lekin iltimos qilib qolardik, faqat maqsadli oladigan akalarimiz telefon qilsalaring. Chunki vaqt to'g'risi hammaga birdaniga yetkazdirib bo'lmaydi. O'shaning uchun to'g'ri tushunamiz bir-birimizni. Qo'llab-quvvatlab, like deb bosib qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Diyorbek aka, sizga ham kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, sizlarga. Keyingi bozorlarda ko'rishguncha, hurmatli kuzatuvchilar.